Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi fayzli xonadonlarimizga tashrif buyurdik. Bu xonadonimizga derazalariga kombo pardalarimizni blackout materialdan 100% quyosh qaytaruvchi materialdan qilib berdik. Eshiklariga qulay bo'lishi uchun dikey pardalarimizdan qilib berdik. Ko'rib turganingizdek, kirgan chiqqanga xohlagan joyingizdan ochib yopsangiz bo'ladi. Yana buni zich holatga ham keltirsak, mana shu ko'rib turganingizdek juda chiroyli manzara aks etuvchi pardalarimiz paydo bo'ladi. Hech qanday yorug'lik issiq o'tkazmaydi. Yana shunday yig'ib qo'yasizki, xuddi parda yo'qday turib, xohlagan inson kirib chiqishiga hech narsaga bo'shab bermagan holatda turadi. Kombolarimizni beqor tepaga ko'targan holatda derazalarni ochib yopib foydalansangiz bo'ladi. Qulayligi, ixchamligi ko'rib turganingizdek juda chiroyli va sifatli pardalar. Bu tarafdagi eshiklariga ham xuddi shunday ochgan yopganingizda hech qanday yorug'lik, issiqlik o'tkazmay turadi. Uylarga parda qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishlarga tashlab qo'yasizlar. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa murojaat qilasizlar.